Assalomu alaykum Muhammad Uz kanalining obunachilari, YouTube'da bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalarimiz, kanalimiz a'zolari, sizlarning Muhammad Uz kanalimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bosayotgan layklaringdan, yozayotgan kommentariyalaringdan Alloh rozi bo'lsin deya 2026-yil 28-may payshanba kuni hammalaringga fayzli va barakotli bo'lsin deya bugun biz videolarimizni boshladik. Bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur optimchilar, arzonchilar yig'ilgan saroyga tashrif buyurganmiz. Saroyda o'sha xalqimizga, obunachilarimizga narxini qulay qilib, xalqimizga bozordan ham 500 ming 300 ming arzon qilib berayotgan Dostonbek akamizni mini qo'y fermalariga tashrif buyurganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum obunachilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog' salomat. Rahmat aka, o'zingiz ham sog' salomat o'zingmisiz? Bayramlarchilar kutib oldingizmi aka? Sanjarbek bayramni o'tkazdik. Yaxshi, chista hisori. Qarashan Edilbay deyishadimi? Obunachilar uchun. Videoni o'tkazmay ko'rib, Muhammad Uzga obuna bo'lib qo'ysin. Hammasidan bor. Gapsiz yo'q. Sanjarbek. Ha. Ishonavering. Hozir bugun kayfiyat zo'r. Hammaga aka narxini yengil. Hakkasiz yo'q, mashalloh. Otingizga rahmat, boringizga shukr. Obunachilar, bugun o'sha zo'rini so'raganga zo'ridan, puli arzonidan deganga arzonidan xudo xohlasa olib kelib qo'ydim deyaptilar. Hop, Dostonbek aka, bular aka, hop, qayerdan keldi, qanaqa qo'chqorlar, bularni to'g'risida bo'lni ma'lumotni berib boraverasiz. Havo issiq bo'lganiga ham o'sha narxni ham yondirib yuboringchi aka, bo'lmasam. Aka, bu qayerda qo'chqorlar aka bu? Sanjarbek, bu Tojikiston hisori. Hammasi Velikan gigant Tojikiston hisori. Bular to'g'risida qo'chqor boqaman degan odamlar bugun aloqaga chiqishaversin. toza hisori boqaman. Chista hisori. Hammasi. Aka, otingizga rahmat. Dostonbek aka, bular to'g'risida ma'lumotni berib boraverasiz. Men xalqimizga aka, obunachilarimizga ulashib boraveraman. Dostonbek aka, soniga nechta aka? Soni 33 ta. Sanjarbek. Soniga 33 bosh. Bari qo'chqor. Bitta sovlig'i bor, qolgani qo'chqor. Bitta sovliq, qolgani qo'chqor. Gapsiz yo'q. Gapingiz ham so'rga hil kelaveradi. Siz obunachilar mana tik dumbasidan oling, Velikan gigantidan oling, uzun o'sha karablidan oling, maza qilib boqing. Boqqanga ham, sotganga ham o'sha har bitta insonga Allohim barakasini bersin, barakotli qilsin deb deymiz. Nimaga aka? Aka. Gapingizni bo'lib berdim-a? Ha. Bu qo'slarni bir boqishsin. Ha. Haqiqiy odam bahri dili ochilib o'zgaradigan qo'ylar bular. Gapsiz yo'q aka. O'zi qo'chqorlar mana tepasi turibdi obunachilar. Bular to'g'risida endi ma'lumotni berib boraveramiz. Dostonbek aka, soniga 33 bosh aka. Aka, bularda yosh oyligi to'g'risida ma'lumotni berib boraverasiz aka. Yosh oyligi 6 oy pilos. 6 oy pilusdagi variant. Bu degan so'z 6-7 oylik degani. Yem halol, yem berib sekin boqishaveradi. Xudo xolasa, gapsiz yo'q. Ko'ryapsizmi Sanjarbek qo'ylarni? Uni qarang, terilganini, mashalloh deb yozib qo'ying. Dostonbek akamning otasiga rahmat deb yozib qo'ying. Shunchalik qilib olib kelib olish, xalqimizga ulashib olish, narxini arzon qo'yish hammaga emas, xudo xolasa. Dostonbek aka, bularni yosh oyligini 6 oylik pilusda deyapmiz. Bu degan siz 7 oylik degansiz, to'g'rimi aka? 6 oy pilus. 6 oy pilusda aka. Endi buni aka bo'ylari nechiga beryapsiz aka buni? Sanjarbek, men bo'yiga talashmaganman hozirgacha. Hop. 70 ga olishsin. Ha, eng pasti 70 ga olishsin. Eng pasti 70, qolgan pilis-milisiga siz rozi. Minusi yo'q deyapsiz-a? Yo'q, minusi yo'q. Pilusga 70 pilus 75 ga olishsin. Gap so'z yo'q. Otingizga rahmat obunachilar, borgandan keyin xudo xolasa bemalol o'lchab, metrni qo'yib olib, xolasangiz uzunligini, xolasangiz bo'yini o'lchab olaverasiz. Bo'yini 75 atrofida deyilyapti, 70 ga olaverasiz. Dostonbek aka, aka, buni endi aka eng kunini son joyiga yetib keldik. Bugun aka partiyalar ko'pmi aka? Sanjarbek, ancha partiyalarimiz bor. Ko'p. Arashan Edilbay, Bo'g'oz sovliq deyshadimi, To'g'li sovliq deyshadimi, ona bola deyshadimi, hammasidan bor. Gapsiz yo'q aka, endi buni narxini gapiraylik aka. Yana bittasini aytib qo'yaylik. Qanaqasini aka? Ehsonga bali ulgurmaganlar uchun ham aloqaga chiqib Gapsiz yo'q, mashalloh deb yozib qo'y mana. Mana shunaqa kulib turgan insonlar qo'zi olavering aka, qo'shqor olavering, baraka topaverasiz aka, xudo xolasa. Bitta bo'g'oz oling, mana shunaqa kulib sotdimi, xudo xolasa barakasi ichida egiz ham to'g'raveradi. Nimaga? Aka, sotgan inson kulib barakani bersa, siz ham baraka topaverasiz aka. Men shuni tavsiya etaman. Yerga qarab turgan odamlar savdo qilmang. Aka, vajimni oling deb kulgisiga kulib savdo qilyaptimi? Oling, barakasi o'shanda bo'ladi, xudo xolasa. Obunachilar, bulu qo'chqorlarning endi narxini
Aka necha pul qo'yamiz? Sanjarbek oldi qochdan kerak yo'q. Hop, Manonga 38 dan pul berishsin. 38 dan. Ha. Hammasini bir joyga olganga. Bir joyga olishsa, xayri sunnati ham qilib beraman. Chiroyli qilib kami ham bor. Kami ham bor. Ha. Aka, hayit 3 kun deyilgani. Hop. Bizda o'zi har kuni O'zbeklarda har kun bayram aka. Xudo Har xolasa. juma bayram. Har juma bayram aka. Aka 3 kun hayit. Xalqimizga, elimizga, obunachilarimiz bitta jondirib narxini aka chotki qilib qo'yib beringchi 3 aka. million 700 mingdan 100 mingdan mana bayramlik. Bor aka, otizga rahmat. Gapsiz yo'q bo'lish mumkin emas. 3 million 700 ming so'mdanga olishlaringni tavsiya etamiz. Narxi juda chiroyli, go'zal bo'ldi. 3 million 700 mingdan hammasini bir joyga olganga. Albatta sen. Dostonbek aka, aka ho akalarimiz mana qo'y olishgani keldi. Aka assalomu alaykum. Sog' salomat, suyimsizlar aka. Mana aka bitta obunachilarimiz sekin-sekin kelishdi, boshlashdi xudo xolasa aka. Endi Muhammad Uzga obuna bo'lishaversin. Bundan chiroylilari ham kelaveradi, to'xtamaymiz. Xudo xolasa aka. Mana o'tdi. Dostonbek aka, narxi zo'r bo'ldi aka, gap so'z yo'q. Aka, e'tibor bermayapman. Hammasini bir qo'ra, bir en hammasi. Bir qo'ra, bir en. Adashgani yo'q. gap so'z yo'q. Bitta yaligini qo'yib. Narxini bitta kelishtiringchi. Yana kelishtiraman. O obunachilar akalarimizni kutib qolishdi aka. Barini Kelganga yarasha arzon bir ekan joyga deysiz. olsa 3 million 600 ming so'mdan Alloh barakasini. Bor aka, gap so'z yo'q, bo'lish mumkin emas. Oling mana xudo xolasa 3 million 600 ming so'mdanga dastavkasi qaygacha Dostonbek aka? Dastavka Samarqandgacha. Samarqandgacha besplatni yetib boradi. Aka, bu rosa 3 million 600 mingdan Samarqandga yetib boradi deyapmiz a. Qolgan joydan ko'rsa ham ishlar bitadimi aka? Ishlari Qashqadaryo bor, Surxondaryo bor, Termizgacha deb boradi. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsin, ishlarni bitiramiz. O Samarqanddan yo vodiydan bo'lishlari shart emas. Qo'y yo'qdi, uka menga mana partiyang yo'qdi, yo mana qo'ying yo'qdi deysa, albatta ishlarni bitiramiz. Xudo xolasa, obunachilar olishlaringni tavsiya etaman. Nimagaki 3 million 600 ming so'mdanga Samarqandgacha dastavkasi besplatni yetib boradi. Xo'p, Dostonbek aka, buni aka Navoiyda hammasini bir joyga olamiz deysa, aka xayri sunnatiga yana nimadir o'tib berasizmi? Albatta Sanjarbek, o'zimga aloqaga chiqsin, xayri sunnatni o'tib beraman. Gapsiz yo'q, tezga rahmat. 3 million 600 ming so'mdan obunachi. Dostonbek aka, buni ichidan tanlab olish qanaqa bo'ladi aka? Tanlab olishsa pilusi bor Sanjarbek. Zo'rini yuragini sug'urib oldim dedi. Mana shu qo'ydi ichidan shunday sug'urib olishsin o'zlari, yoqqanini pilusi bor. Pilisi bor. 3 million 600 mingga qancha endi pilisi aka? 200 ming ustiga xohlaganlarni tanlab olasiz. Gapsiz yo'q. Dostonbek yana bir narsa aka. Ashi ana yosh bilatchka ham yuribdi. Shuni o'rtasiga yuraversa, yuraveradigan bo'lsa. Shunday yurishsa optim narxda shunday ajratib 3 million 600 ming so'mdanga hammasi bir joyga yetaveradi. Ha. Gapsiz yo'q. Obunachilar olishlaringni tavsiya etaman. Chunki 3 million 600 ming so'mdanga narx-navolar juda chiroyli bo'ldi. O'sha gap bozor narxidan arzon bo'lsa telefon qiling, qimmat bo'lsa telefon qilmang. Navoiyda tepasiga kelaman desangiz, lakasani bir qur tashlab beradilar. Xudo xolis tepasiga kelib, bitta achchiq cho'yni damlab, o'sha gap. Bitta oshi bilan savdoni bitirib olasiz, xudo xolis. Shuncha qo'ydi ustiga bitta osh nima qildi? Bitta chiroyli divziraga osh damlab beradilar. Kelib, aka, va'dani biz beraveryapmiz. Hijolat Sanjarbek, saroy yozuv bor. Aha. Eda hech ham odam hapa o'tib ketmagan hozir. Gapsiz yo'q obunachilar, bo'lmasa biz navbatda ikkinchi partiyamizga beraveramiz. Bor aka ikkinchi partiyamiz. Sanjarbek 4-5 partiya bor. Mashalloh. Otizga rahmat aka. Bo'lmasa navbatda keyingi partiyalarimizga beraveramiz. Yoshlar ikkinchi partiyasiga mana Dostonbek aka ular to'g'risida ma'lumotni beraverasiz aka. Aka soniga Sanjarbek 5 5 bosh akana aka o'zi. Aka bulardan ikkitasi sovliq, aha, 3tasi qo'chqor. 3tasi qo'chqor variantidan. Aka mana obunachilar mana bunisi qo'chqor. Kashtanidan deganga kashtanidan, simjinidan deganga simjinini olib ketdilar xudo xolasa. Dostonbek aka, ularda aka yosh o'yligi to'g'risida ular Sanjarbek ular endi tish yoryapti mana qo'chqorlarni. Qo'chqorlar tish yoryapti. O'zi lekin hali endi tish yorish vaqtiga kelib qolgan. Aha. Mana ikkitasi sovliq, ular 2 tishdan 4 tishdan. 2 tishdan 4 tishdan. Xo'p, Dostonbek aka, bularda aka narx-navosini nech pul qo'yamiz aka buni? Sanjarbek qo'chqorlarni 6 million 800 dan qo'yamiz. Qanchadan? 6 million 800 ming. Aka.
Gap so'zi yo'q. Narxchilarni qo'yasiz har safar aka. Narxi zo'r ketyapti. Ha. 6 million 800 ming aka. Avvalo bu qo'ysangiz qo'chqoringizda misolda endi hop o'rtacha hisobda 6 million 800 ming yomon emas. Asli zo'r. Olgan insonga qimmat, sotgan insonga arzon tuyulaveradi. Deganimki, lekin yaxshi narsalar. yo'q, zo'r narsa aka. Men tan berdim aka misol. Mana 6 million 800 mingga arziydi. Arzimaydi emas, zo'r, uzunligi ham, bo'yi ham, vesi ham, kilosi ham to'g'ri keladigan variant ekan. Lekin aka narxini mana qurvonlikka so'yishadi misolda, kech qolganlar bor misol. Ertasi kun so'yaman degan, indingiz kun so'yaman deganlar bor misol, to'g'rimi aka? Sanjarbek o'shalarni o'ylab shuni qo'yyapti. Bo'ldi aka. Yo'q, zo'r. Narxi yo'qda aka. Yo'q, gap so'zi yo'qda aka. Hayitlik qilib bitta chiroyli qilib o'tingchi obunachilarimizga. Yondirib, uka gap so'zi yo'q, havo ham issiq bo'ldi, narxi ham yo'q deysinchi. Sanjarbek dangal gapirib Ha, chesin gapiravering. Mo qo'chqorlarda 6 million 500 ming so'mdan xohlaganlarni tanlab olasiz. 3 ta qo'chqor. Ha, mashalloh. Bu zo'r gapingiz aka, yo'qda. Bayramona bo'ldi. Aha. Mana ikkala sovliqqa 6 milliondan 12 million berishsan, Gap so'z yo'q. Mana aka obunachilar olishlaringni tavsiya etaman. Aka qo'chqorda xom taxminda endi misol aka bu telefonda katta narsa kichik ko'rinadi, kichik narsa katta ko'rinadi deyiladi aka. Buni aka. Endi gap so'z yo'q. Buni kilogramm to'g'risida jichcha misol zo'r yoritib bermayman-ku, ozroq bir kelishtirib yoritib beringchi, kilogrammi qanaqa atrofida? Xom taxmin misol 80-85 kelib qoladi. 80-85 atrofida kelib qoladi. Aka, sovliqda narxini aka mana. Menga qarangchi. 6 million so'm yana nimadir o'tib berasiz telefon qilsa. Sanjarbek, menga yoqti qo'ying deysan, xayri sunnatiga o'tib beraman. Gap siz yo'q, otingizga rahmat. Menga qarang Dostonbek aka. Aka, narx-navosi yo'qdi. Zo'r bo'ldi. Mana obunachilar xudo xolasa mana hoji akalarimiz ham qo'ygan kelishdi. Xudo xolasa o'zlaridan so'ramay video qo'yib hop olishlaringni tavsiya etamiz. Dostonbek akamga aloqaga chiqing, sovlig'ini, addinni qo'chqorini, addinni so'rang, narxini chiroyli qilib kelishtirib yo'lda beradilar. Xudo xolasa ham Sanjarbek xayri sunnati o'tib berasiz, xudo xolasa. Bor, hammasidan xayri sunnati. Siz yo'q, otingizga rahmat, boringizga shukr. Bo'lmasa navbatda obunachilar ikkinchi partiyamizga beraveramiz. Obunachilar 3-partiyamizda ham mana olib chiqib oldik. Ikkita o'sha Edilbay Arashan so'raganga mana Arashandan boqaman deganga mana bu oyoqli uzun velikanidan boqaman deganga Edilbaydan boqaman deganga mana yuzi qizilidan, rangi qizilidan, sariq deganga sariq, oq yuzi deganga oq yuzisidan mana. Dostonbek aka, buni soni ikkita ekan aka. Bularda yosh oyligi qanaqa aka? Sanjarbek yosh oyligi 7 oy plus. 7 oy plusda. Xo'p, bularni bo'yini nechiga beramiz aka? Sanjarbek 80-75 ga olishaversin. 80-75 ga. Ha. Xo'p. 75 plus ekanda aka. 75 plusda. 75 plus. Xo'p, aka buni narxi nechi pul? Narxi bayramona bo'ladi Sanjarbek. Nechi pul? Bismillahirrohmanirrohim. Olganga sotganga 9 million 200 ming. 9 million 200 ming. 9 million 200 ming. Jipini olishsam Toshkentgacha yetkazib beraman. Dastlabkasi bo'yningizga. Meni bo'ynimga. Qaygacha? Toshkentgacha. Toshkentgacha. Shuni bor-ku, aka. Vaqt ko'p cho'zmaylik. O'zlar aka yoqmadi emas, yoqdi aka. Mana oldilari ham shu tulovga kelibdi aka misol, ha, tulovga kelibdi aka. Obunachilar ozgina 5-4 kun yemni chiroyli qilib bersangiz, mana dumbalari ko'tarilgan dumba. Oqsiz xudo xolasa kelajagi bor. Qo'y. Xo'p, Dostonbek aka hammasini chiroyli qo'yib kelyapsiz. Shu ikkitani ham aka chiroyli qilib bayramona qilib qo'yib beravering aka. Sanjarbek obunachilar uchun mana 9 million so'mga Toshkentgacha dastavkasi meni bo'ynimga. Samarqandgacha beringchi. Toshkentgacha, Samarqandgacha aka beringchi. Samarqandga kelishamiz. Bor aka, gap so'zi otingizga rahmat aka. Obunachilar olishlaringni tavsiya etamiz. 9 million so'mga 4,5 million so'mdan. Ha, ikkovidan bittasi yoqib qo'ysash, Dostonbek aka. Sanjarbek endi o'zi ikkita, bir kishi olib qo'yib olishsin 9 millionga maza qilishsin. Ha, bo'ldi, bo'lmasa bitta olamiz deysiz ham kelishamiz aka. Kelishaveramiz. Bo'laveradi. Bo'lmasam boqsa maza qilsin. Bo'lmasam aka navbatda ona bola bor Sanjarbek. ona bola qo'ylar bormi? Chiroyli ona bolalar bor. Gapsiz yo'q. Yoshlar ona bola so'raganlarga mana ona bolasida. Dostonbek aka o'zi ona bola ekan. Onasi juda uzunmi aka? Limuzin varianti. Limuzin variantida. Dostonbek onasini tishini ishda. Sanjarbek endi chiqyapti qo'zidan. Ha, qo'zilikda endi chiqyapti. Obunachilar 5-6 yil indamay bolasini olib
yuraverasiz. Aka, bolasi nima bu? Qo'chqor. Qo'chqor, Sanjarbek. Bolasi qo'chqor variantida. Obunachilar mana bu chista kashtan variantida mana. Ona bola so'raganlarga, mana bolasini oling, mana Xudo xolasa, ona bola qilib oling. Ona bola qilib olsangiz, hop. Onasi ana mana degancha yana qochadi, kuziga Xudo xolasa yana bitta o'ziga sherik bo'ladi-da. Yana onasi em yotibdi. Dostonbek aka, narxi nech puldan aka? Sanjarbek xohlasa 2,5 millionga bolasini olsin. Aha. Men bolasini o'zini boqaman. Men pulim kamroq deysa. Yo'q, bo'lmasam ona bolaga 7,5 million pul berasiz. Ikkovini bir joyga olishsa-chi? Ikkovini bir joyga olishsa Sanjarbek 7 million 200 mingga ajratmay olishaversin. Bo'laveradimi? Bismillahirrohmanirrohim. Ikkovini bir joyga 7 millionga jo'nat desa yetkazib berasiz, kelishdik. Olganga sotgan Xudoning barakasini bersin aka. Bor aka, gapsiz yo'q. Obunachilar, bo'lmasam 7 million so'mga mana ona bola so'raganlarga. Lekin ona bola so'rayapsiz, oling, tavsiya etaman. Chunki mana uni onasi yosh hali, endi hozir Sanjarbek 5-4 yil xotirjam bolasini olishaveradi. 5-4 yil nima bolasini olishaveradi, ha? Chista hisori limuzin variantidan. Limuzin oldilari ham mana o'sha polni to'lovga kelib qopti obunachilar. Razrejlari ham joyida. Obunachilar olishlaringni tavsiya etaman, ona bola. Bolasi aka o'shanda hozir 2,5 million so'mmi aka? 2,5 million so'm. Bolasi, onasi 5,5 million bo'ladi. Ikkovini qo'shib olganga 500 ming bonus bo'ladi. To'g'rimi shunaqami? 5 million bo'ladi, qarang Sanjarbek. Hop. 5 millionga 2,5 million, 7,5 million bo'libdi. Ha. O'sha 500 mingini ayirib tashlaymizda 7 millionga ikkovini bir-biridan ajratmay boqishi olsin degan nuqtai nazar bor. Bo'laveradi. Bo'lmasa obunachilar olishlaringni tavsiya etamiz. 2 oy, 3 oyda bola onasiga yetib oladi Sanjarbek. Xudo xolasa, bolasi ham qo'chqor ekan. Xudo xolasa. Dostonbek keyingi partiyalarimizga Sanjarbek yaxshi sovliqlar bor. bo'ldi. 85 plyusdagi. Gapsiz yo'q. Obunachilar mana. Ana sovliqni olib, boqib, o'sha qo'y qilib olaman degan akalarimizga, qo'y ishqibozlariga endi bu ikkitasi. Mana oling, maza qilib qo'y qilib oling, Xudo xolasa. Bormi 2000 dollar, 3000 dollar, 2000 dollarlik qo'chqoringiz? 1800, 1,5 ming dollarlik qo'chqoringiz bo'lsa, mana bu qo'yni olib, qo'y qilib oling. Dostonbek aka, bu to'g'risida endi aka xotirjam, bir spokойный bir ma'lumotini beravering. Men obunachilarimizga aka ulashib boravering. Aka, bu brachkaga ushatib qo'yibsiz. Brachka bilan teng ekani bu qo'y aka. Mana. Sanjarbek 90 plyus bo'lgandan keyin shunaqa bo'ladi-da. 90 plyusda aka. Obunachilar olishlaringni tavsiya etmaslikning iloji yo'q. Aka, buni bo'yini o'lchab bitta ko'rsatib qo'yaylikchi. O'sha maqtagan sovlig'ingiz shumi? Mana shunda Sanjarbek. Mashina aka. O'zida hali. Bo'laveradi. Aka, qo'zi deyapsiz. Bo'lmasa aka, so'z isboti bilan bo'libdi. Metr hisob qo'yaylikchi aka. Qani? Metr sonchi. Olganga ham, sotganga ham Xudo barakasini bersin. Xo'p. Qani? Bo'yini aka. Hop, obunachilar, borgandan keyin o'lchab olaverasiz. Bo'yi 90 ekan. 90 ga olaverasiz. Borgandan keyin bemalol o'lchab, xotirjam bemalol ko'rib olaverasiz. Dostonbek aka, narigizchi aka? Sanjarbek unisini 85 ga olishsin. 85 ga olishsin aka. O'shancha chiqarib ola olmasan? O'shan. Asosiy sog'liq juda chars bo'ladi-da. Mana. Jonivor, ana. Tishini ochingchi og'ay nima ishni ham, ha? Qani? Obunachilar Yorishga kelgan qo'zi. Yorishga ketdi, qo'zi ekan hali. Dostonbek aka, bular qochganmi, qochmaganmi aka? Sanjarbek yangi sotib olingan. Aha. Bir narsa deya olmayman. Aha. Shu narsa. Mana shu narsa. Qo'yveraver. Qo'yvarini chiqarib ola. Qo'yver. Mana jon oldilardan o'sha tula bo'libdi. Obunachilar olishlaringni tavsiya etamiz. To'lov boshlandi. Lekin uzunlikka ham uzun ekan obunachilar. Uzunligi ham boradi Dostonbek aka, bir 90. Ha, ko'rishsa tamam Sanjarbek. Aha. Ishqiboz bo'lishadi qo'ygan. Gapsiz yo'q. Oyoqli uzun chiroyli kelajak. Dumbasi ham dumba razrez bor ekan. Dumbasi osilgan. Yoshda bular. Yosh ekan. Qo'chqorlari bo'lsa chiroyli qilib bo'ladi. Bo'ldi. Aka, narx navosini necha pul qilamiz buni? Narx navosi 7 million so'mdan 14 millionga ketaveradi. Kami ham bor. Xayriga o'tib ham berasiz. Endi Sanjarbek yomon narx emas. Yo'q, yomon deganim yo'q misol. Lekin Navodan tepasiga kelib, yuzga kelsa, misol aka obunachilarga Telegramdan aka shuni yozishadi, lakasini tashlab berasiz aka. Video cho'zilyapti deganingizga men 7 milliondan berdim.
Sunnatiga nima o'tib berasiz? Bo'ldi, o'tib Yuz kelgan beraman, odamga Alloh aka, ma bor barakasini aka. bersin. Qani hali gaplaringiz? Oshi mendan Bo'ldi, kelishsin, o'tib beraman. oshib beraman aka, Bemalol 100 liraga kelishsin. dedi. Aka, men hali ham saroydamanmi aka? Saroyda. Bo'ldi, saroyda bo'lsam, oshi mendan aka, issiq choyi bo'lardi aka. O hojdadalar kelsa o'tib beramiz degan yer bo'lardi aka. 7 millionga obunachilar kelaveringlar. O'tib bermasa o'zimga aloqaga chiqing. Ishingizni bitirib beraman, xudo xolasa. Ichcha-pichama chiroyli qilib o'tib beradi, xudo xolasa aytamiz Dostonbek akaga. Bo'lmasam Dostonbek aka, boshqa partiyalarimiz qolmadi aka. Yo'q, boshqasi bor, Sanjarbek o'z ganligiga olib ketdi-da, video cho'zildi. Bo'laveradi aka. Bo'lmasam obunachilar so'nggi partiyamiz ekan. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadrlaring baland bo'lsin deya bugungi videolarga yakun yasaymiz.